Zamonaviy kitobxon nimalarni bilishi muhim. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz teletomoshabinlar. Bugungi dasturimizda aynan mana shu mavzuda so'z olib boramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Barchangiz xush kelibsiz. Hozirgi paytda O'zbekistonda kitobxonlik darajasi qanday? Mana shu darajani belgilay olamizmi? Qanday bilsak bo'ladi? Hozirgi davrda agar kitobxonlik darajasi belgilaydigan bo'lsak, kitobxonlik darajasi pasayib ketgan. Kitobxonlik darajasi o'sha majburiy ta'lim darajasi desa ham bo'ladi. Majburiy ta'lim bo'lgani uchun majburiy o'qib, o'sha maktab tahsili davomida o'zlashtirishga harakat qiladi. Lekin undan keyingi bosqichlarda albatta kitob o'qish ixtiyoriy bo'lgani uchunmi, jamiyatning kitobga intilishi, kitobni o'qishi qoniqarli darajada emas. O'sha jamiyatning eng ko'p kitob o'qiydigan, eng ko'p yozadigan qatlami mana talabalar bo'lib hisoblanadi hamma vaqt. Lekin hatto shu talabalarimiz ham kitobni juda kam o'qiydi. Men turli sabablar bor. Kutubxonalarimiz to'la kitob, to'la darslik. Biz masalan dars o'tganda shuni buyuramiz, lekin kutubxonadan olmaydi-da, juda ko'p turli ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga harakat qiladi. Osongina elektron variantlardan foydalanishga harakat qiladi. O'sha kitoblarni kutubxonadan olib yo kutubxonaga borib o'tirib kitob o'qish malakasi yetmaydi. Shunga o'zini chanqoq, tashna sezmaydi. Kitob o'qishni zavqi degan tushunchadan ancha uzoqlashgan. Men mana keyingi yillarda ham kuzatgan edim. Rahmatlik akademik Naim Karimov shu keksa yoshida piyoda milliy kutubxonaga borayotgan necha marta ko'rganman-da. Shu odam keksa yoshida milliy kutubxonaga borib yakshanba kunlari o'tirib mutolaa qilganda. Bizda katta avlodning kitobxonligi hali ham yaxshi. Chunki o'sha kitobxonlik malakasi yoshlikdan shakllangan ularda va o'sha malaka saqlangan. Endi ular keyingi avlodga shu narsani yetkazib berish kerak, shu an'anani davom ettirish kerak, lekin keyingi avlodni ya'ni o'rta avlod. O'rta avlod mana biz keyingi 30 undan ko'proq yil mobaynida yetishgan avlodni kitobga munosabati ancha pasaygan, savodxonligi pasaygan, ularni o'rta avlod 40-45 yoshdagi avlodlarni ham juda unaqa kitobxon, kitobga moyilligi kuchli deb ayta olmaymiz. Ular hammasi keyingi davrda shakllangan, ko'proq texnikaga, ko'proq ijtimoiy tarmoqlarga qiziqadigan, o'sha bilan ovunadigan va o'shalarni o'zini asosiy axborot manbai deb hisoblaydigan darajada shakllanib yetganda, katta avloddan kitobxonlik an'anasini olib qolish kerak. Hamma narsa hayot tarziga aylanish kerakda, jamiyatda millatning hayot tarziga. Mana bizlarning bolaligimiz yoki bularning bolaligi kitob o'qish, kitob haqida gaplashish millatning hayotiy bir zarurati bo'lgan. Undan oldingi paytlarni ham eslaydigan bo'lsak, mana shoirlarimiz, singillarimiz, opalarimiz biladi. Biz yaxshi bilamiz, qodiriylar, qodiriyxonlik o'tgan kunlar o'qilgan. Yoki men haligacha eslayman, bizning qishlog'imizda o'sha bundan kuchliroq qish bo'lar edi. Hozirgi paytda juda qattiq qishlarda ham peshkani atrofida odamlar, dasturxonliklar, boshqalar ko'p bo'lgan. Qarang, u paytlarda o'shandan shakllangan bolalarda o'qish ko'nikmasi bor. Chunki ular ko'rgan, bilgan va o'qishni ham meni nazarimda o'ziga yarasha mehnati borda, mashaqqatda u ham bir ish-ku, o'qish ham birinchi o'qiyotganingizda hali kitob bilan birinchi ro'bari kelganda mana bu yerda katta ishtiyoq bo'lmasa, u narsa charchatadi odamni. Zerikarliroq tuyuladi, lekin uni ichiga kira bilish kerak. Endi bugun bu yoqqa asta-asta kelib o'rganimizdan keyin 90-yilda tug'ilgan, 90-yilda maktablarni bitirgan odamlar tan olish kerak. Boshqa bir tuzumga, boshqa bir hayot ichida yashay boshladi. Tirikchilik g'ami bilan va boshqa ozgina kitob, ozgina surilib qolaverdi. Bugun odamlarning tushunchasida kitob anchagina yiroqlashib ketdi. Men Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tayyorlagan lavhani ko'rdim-da. Instagram deymiz, Facebook, boshqa ijtimoiy tarmoqlar kelyapti-da, kitob turgan uydan kitobni ko'chaga chiqarib otib yuboryapti. Kitob kira olmayapti o'zini uyiga. Bugun ijtimoiy tarmoqmi, internet hayot tarziga aylanib qoldi. Soddaroq qilib tushunsam, telefon bilan munosabatga kirishish, telefondan yangilik olish, internetdan yangilik olish hayotni bo'lagi bo'lib qoldi. Uxlaganda ham, turganda ham shu bilan. Bu narsa nimani keltirib chiqaradi? Bir 50-40 yildan keyin mana shunday kichkina hikoyalar yozilsa, xafa bo'lmang. Tabiiy hodisa deb qarang. O'smir qizlar telefonga turmushga chiqishi mumkin.
o'smirlar telefonga uylanishi mumkin bu ketishdan. Chunki bu orqasi ko'rinmayapti-da. Bundan yaxshi ma'noda foydalanish uchun zaxira bo'lish kerak. Zaxirani ustozlar aytadi, kitob beradi. Kitob bilan qurollanib keyin bunga qo'lga olish kerak. Shunda biz Alisher Navoiyni qidiramiz. Shundan Boburni olamiz. Har xil Boburlar nimalar chiqib qoladi Boburni izlasang. O'sha Boburga qaramay Zahiriddin Muhammad o'zimiz qidirgan Boburni topamiz. O'zimiz qidirgan Alisherni topamiz, o'zimiz qidirgan Muhammadni topamiz. Mana shunday narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Millatni hayot tarziga aylantirish kerak. Kitobxonlik darajasini aniqlash, bilish haqida gap ketganda, aynan mana shu narsa kutubxonalarga taalluqli. Chunki azaldan kutubxonalar aholini o'rgangan. Statistik raqamlar yordamida, anketalar yordamida. Lekin 100 ta kitobxonni o'rganib, butun aholiga shuni taqqoslash kerak emasda. Keyingi paytda men aniq aytaman, kutubxonachilar xafa bo'lmasin, kitobxonlik darajasini, kitob o'qish darajasini, mutolaa madaniyati sifatlarini o'rganuvchi ishlar qilinmayapti kutubxonalarda. Mana shu bizni fundamental kutubxonaga asosan ilmiy xodimlar keladi. Ilmiy tadqiqot ishi bilan shug'ullanuvchi keladi. Bir opa bor, bir ayol bor. 2000 ta dissertatsiyani ko'rib chiqdi. 2000 ta dissertatsiyani ko'rib, o'qib, o'shandan xulosa qilish uchun qancha vaqt kerak? Lekin mana shu sabr toqat bilan 2000 ta bu kitobxonlik darajasi yuksak kitobxonda berishimiz mumkin bu narsani. Bersak ham bo'ladi. Endi kitobxonlik maqsadi bor, kitobxonlik malakasi bor, kitobxonlik tajribasi bor, kitobxonlik ko'nikmasi bizning sohada shunaqa tushunchalar bor. Endi kitobxonlik darajasiga yoki kitobxonlik maqsadiga o'sha kitobxonning yoshi, jinsi, qaysi millatga mansubligi, egallab turgan lavozimi, olib borayotgan ishi, mutaxassisligi, kasbi ta'sir ko'rsatadi. Va tashqi ta'sirlar. Bu tashqi ta'sirlar hozirgi paytda juda kuchayib ketgan. Mana aytishyaptiki, ijtimoiy tarmoqlar yoki kompyuter, kutubxonalar paydo bo'libdiki, kitobxonlik bor. Kutubxonalar paydo bo'libdiki, kitobxonlar orasida kitobni targ'ib qilish, tashviq qilish degan narsa bor. Lekin meni o'ylantiradigan narsa keyingi paytda 20-asrda kitoblar nashr qilinardi 100 ming, 200 ming, 300 ming nusxada. Har bir kutubxonada hech bo'lmaganda 5 ta bo'lardi bitta kitobdan. Endi kitobxonlar misol uchun 1000 ta bo'lishi mumkin, 2000 ta bo'lishi mumkin. Haligi 5 ta kitobni navbat bilan o'qiydi. 5 ta kitobni o'sha 1000 ta kitobxonni o'qimasin, lekin hech bo'lmaganda 100 ta o'qisin, 200 tasi o'qisin. Lekin hozirgi paytda eng yomon narsa, kamchiligimiz, kitoblar juda kam tirajda nashr qilinyapti. Bizning mamlakatimizda 13 ming ta kutubxona bor. 13 ming ta kutubxonaga hech bo'lmaganda 5 ming ta nusxada nashr qilinsin va kutubxonalarni oldiga qo'ygan vazifalardan kelib chiqib, qaysi aholi qatlamlariga xizmat qilishdan kelib chiqib, qaysi hududda joylashgandan kelib chiqib, o'sha kitoblar tarqatilsin. 500 ta, 600 ta yoki ba'zida 300 ta nashr qilinadi. Bunga kimga yetadi? Hamma narsani mablag'ga taqaydi nashriyotlar. Tiraji qancha ko'p bo'lsa, kitob shuncha arzon bo'ladi. Tiraji qancha kam bo'lsa, kitob shuncha qimmat bo'ladi. Endi biz misol uchun bitta bizni fundamental kutubxonada bir ish amalga oshirdik. Chekka tumanlarga ham yetib borish uchun bizni kutubxonamizda oshiqcha nusxadagi kitoblarni biz tarqatdik. Sovg'a tarqasdi, beg'araz tarqatdik. Mana Toshkent shahridagi Quyosh mahallasiga 800 ta kitob olib borganimda, hali mashinadan tushmasdan mahallani odamlari yopirilib ketdi. Bizga bering, o'qiylik deb. Keyin men ularga tushuntirdim qoidasini. Yoki bo'lmasam bizni ilmiy kutubxonaga, fundamental kutubxonaga keladigan kitobxonlar. Bular hammasi maktabni bitirgan, oliy o'quv yurtlarini bitirgan, ilmiy faoliyatga kirgan kitobxonlar. Oliy o'quv yurtlarining talabalari, magistrlari yoki boshqa ilmiy tadqiqot ishi olib borayotganlar, bularning kitobxonlik maqsadi ham, kitobxonlik darajasi ham boshqacharoq. Lekin boya mana aytishyaptiki, mutaxassislarimiz kitobxonlikni shakllantirish oiladan boshlanadi. Meni yana bir qiynayotgan muammo ota-onalarning kitob o'qimayotgani. Ota-onalarning o'zida kitob o'qish ko'nikmasi yo'q. Hamma narsani tinchlik qo'liga telefon berib qo'yamiz, kompyuterni berib qo'yamiz yoki televizorda qo'yib qo'yamiz. Bolada mana shu ko'nikma shakllanadi. Butun vujudiga, qalbiga, butun ongiga shu narsa singib qoladi. Oldingidek kitobni bermaymiz biz. Oldingidek ota-onalar ertaga o'qib bermaydi, dostonlarni o'qib bermaydi. Meni otam rahmatli
qalin qalin daftarlarga o'zbek xalq dostonlarini ko'chirib yozgan qo'lda. Yozuv juda chiroyli edi. Nega bunaqa qilgansiz? Kitob ko'p-ku desak, shu 50-60 yillarda kitoblar kam bo'lardi. Bitta doston butun qishloqni aylanib chiqardi. Kelajakda bolalarim o'qiydi deb yozib qo'yganman derdi. Biz o'sha daftarlarni o'qirdik. Keyinchalik talabalik yillariga borib 70-yillardan keyin o'sha daftarlarga yozilgan dostonlar kitob bo'lib nashrdan chiqdi. Mana bu otani farzandlarga ta'siri. O'shaning uchun oilada kitobxonlikni boshlamasak, oilada kitob o'qishni yo'lga qo'ymasak, kitobxonlik darajasini oshirib bo'lmaydi. Qadimgilarda bir yaxshi gapi borda, bolangizga kitob o'qishni o'rgating, qolgan hammasini kitob o'rgatadi deydi. Hozir to'g'ri gap aytdilar. Men 7 yildan beri Yosh kitobxon respublika tanlovining hakamlar hay'atida faoliyat ko'rsataman. Joylarda ham o'sha tumanlarda, viloyatlarda yosh kitobxonlarni saralash bosqichida birinchi ko'zim tushgan narsa ota-onalarni bolalarga o'rgatgan tarbiyalari va bolalarga o'qib bergan o'sha hikoyalari, qissalari otasi bolasiga, onasi bolasiga to u bola chiqquncha sahnaga juda chiroyli suhbatlar qilganiga guvoh bo'ldim. O'zi qarang, har bir shoir, har bir yozuvchi o'sha xalq og'zaki ijodi orqali adabiyotga kirib keladi. Bolalik kunlarimda, uyqusiz tunlarimda Hamid Olimjon yozadi. Yo bo'lmasam, nimani Komila onani o'sha ertaklari bilan katta bo'ladi Hamid Olimjon. Pushkin Arina Radionovnani chiroyli suhbatlari, hikmatlari bilan katta bo'ladi. Bolalar adabiyotga, shoirlar, yozuvchilar adabiyotga shunday kirib keladi. Bolalar ham o'sha ular oddiy, hali ular odamcha 1-2 sinfda, keyin inson bo'lib shakllanadi, maktabni bitirib, qo'liga pasport olgandan keyin barkamol avlod deymiz. Barkamol avlod bo'lish uchun o'qiydi, o'rganadi, nimagadir qiziqadi. O'sha qiziqadigan narsasini kitob bo'lishiga mana shu yosh kitobxonda ota-onalari qo'llaridan yetaklab yurgan yosh bolachalarni fikratlarida ko'rdim. Endi biz talabalar bilan ishlaymiz ko'proq. Talabalar ham hozir ustoz to'g'ri gapni aytdilar. Bizni davrimizdagiga nisbatan, bizdan keyingi avlodga nisbatan talabalarimiz kitobga qiziqishi ham kam, kitob o'qishga sabr toqati ham kam. Bunga nima aybdor deb o'ylaymiz? Bunga ko'proq yana qaytib kelamiz, oilaviy tarbiyani, oilaviy muhitni o'rni bor. Endi nima uchun bolalarimiz o'sha o'zbek adabiyotini, xorij adabiyotini, mumtoz adabiyotini nafaqat tahlil qilish, hatto o'qishga ham qiziqishi kam deganda, bir jihatdan o'qituvchilarning o'zlarini ham adabiy jarayonga, adabiy muhitga bo'lgan qiziqishlari, ularning savodxonligi ham kuchli bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Hozir mana ayni o'sha masalani poydevor negiziga qarab ketildi. Haqiqatan ham o'sha oilada va bolalarni, yosh avlodni kitobxonlikka o'rgatish masalasi. Bu aytiladigan o'sha kitobni o'qimasligi, bu oqibat bo'lsa, sabab o'sha yerda. Biz sababga qarab hozir harakat qilyapmiz. Rostdan ham men o'sha kitobga eng bir raqib deb biladigan narsa mana hozir aytiluvchi. Hozirgi zamonaviy telefon, kompyuterlar bular raqib deb hisoblayman. Qaysi ma'noda raqib bo'lganda ham teng raqib emas-da bu. Biz o'ylaymiz, bolalarimizni qo'liga telefon berib qo'yapmiz. Yo'q. Biz bolalarimizni telefonga berib qo'yapmiz aslida. Buni boshqacha talqin qilish kerak. Chunki bolalarimizni bu telefonlar, bu kompyuterlar tortib olyapti. Bolalarning 5 barmog'i bo'lsa, shu 6-barmog'iga aylanib qolgan ba'zi shu darajada fojiali ahvollar bor. Buni masalan jamiyatni kuzatilsa, statistikaga qarasa, buni men nega bu telefon haqida bu zamonaviy texnologiyalar kerak albatta, lekin bularni ham o'z vaqti o'rni bor deb bilaman. Masalan, 10 yoshlargacha bo'lgan bolalarga umuman telefonni yaqinlashtirish kerak emas. Uni bir ma'naviy tomondan tashqari va uni tibbiy tomoni bor. Mana hozir biz ba'zan o'qiymiz tarmoqlarda ko'plab bolalar shu telefon natijasida ko'z raki kasalligiga duchor bo'lgan bolalar bor. Ular davolanyapti hozir. Biz uni hammasini bilmaganimiz uchun e'tibor qilmaymiz. Bir nimada suhbatda bir yo'q, buni taqiqlab bo'lmaydi. Bolalar endi tamom zamonaviy bolalar telefonsiz bo'lmaydi. Ularni cheklab bo'lmaydi deganda men aytuvdimki, cheklash emas, keskin taqiq qo'yish kerak. Mana nega biz uyimizdagi kesadigan tig'li narsalar, pichoqqa bolalarni
yaqinlashtirmaymiz? Nega elektrga, nega gazga, olovga yaqinlashtirmaymiz? Taqiq qo'yib bilganmiz-ku. Hozirgacha taqiqlaymiz. Bu telefon ham kesadi, bu ham kuydiradi olovga o'xshab. Faqat uni bergan jarohati hozir emas, keyin bilinadi. 10 yillardan keyin kelajakda bilinadi. Mana biz o'zimizga har xil bahonalarni qo'yib, endi hozirgi zamonda telefonsiz xonadon yo'q, bolalar albatta endi iloji yo'q degan narsani qilmasligimiz kerak. Mana shu keskin taqiqni qo'yib bilishimiz kerak birinchi navbatda. Telefonlar xuddi o'tkir tig'li pichoqlarimiz bolalarning qo'li yetmaydigan uzoqda qo'yilganga o'xshab, xonadonlarda shunaqa qo'yish. Endi men elementar tomonlariga ham aytyapman-da oilada. Shu darajada bolalarning qo'li yetmasin unga. Bolalarning nigohi bormasin u telefonga. Va mana hozir ustozlar aytgandek, o'sha bolalarni yoshligidan ertaklar aytib tarbiyalash. Mana shularni yaratgan odamlar Yevropada bo'ladimi, boshqadan bo'ladimi, bolalarga taqiqlaganda eng qizig'i. Mana taqiq qo'yilgan ekan-ku Taqiq mana. qo'yilgan bolalarga. 1 soat, yarim soat o'ynashi mumkin. Mana Bill Gates aytayapti-yu. Men hamma texnikani zamonda yaxshi ko'raman, lekin bolamning qo'lida telefondan ko'ra kitob bo'lishini men uchun afzalroq deydi. Ular biladi. Kitob o'qigandan keyin odamning fikri, qalbi ishlar ekanda, ishlaydi. Mana men bittagina ko'p gapiraman. Bog'da gul ochilib turibdi. Masalan, Umida qo'y boqayapti, Umida suv olib kelyapti. O'shani bola o'qiyapti-da, tasavvur qilyapti. Yo'q narsani bolani kallasida shakllandi miyasida va uni lazzati qalbiga qarayapti. Bolani tasavvuri ishlayapti. Tasavvuri ishlagandan keyin dunyoga nisbatan munosabat paydo bo'ladi. Birovni eshitishni biladi, birovni kechirishni biladi. Hamma narsani o'rganadi. Lekin ma'muli shunday olayapti-da hozir ko'rayapti, bog'ni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilyapti. Tushunyapsizmi? Bizning bolalarimizni nima ahvoli bor? Xuddi Sayroxonning gapiga men juda qattiq qo'shilaman. Qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. Dunyoning har qanday kitobini belini sindiradi mana shu g'oya. Hozir bolalari 1-chi, 2-chi, 3-chi, 5-chi, 6-chi sinfga borayotgan ota-onalar ham yoshda endi. Aka aytgan avlod. Kitob o'qimagan, kitobsiz katta bo'lgan avlod, qo'pol bo'lsa ham. O'zi o'qimagan-ku uni, ota-onasi ham o'qimayapti. Ota-ona o'qimagandan keyin bola nimani o'qiydi? Gazet kirib bormasa, kitob kirib bormasa, bu oila haqiqatan ham men qo'shilaman, oila. Lekin oiladagi ota-ona bugungi ota-ona qaysi muhitda katta bo'ldi? Bir-biriga juda bog'lanib ketdi-da bu masala. Ustozlarni gapini eshitib, xayolimda o'tyaptiki, umuman bu dunyoda inson o'zini haqiqatini yaratish uchun, rostini yaratish uchun, o'zini qalbini, dunyosini saqlab qolish uchun kitoblardan ko'ra buyukroq boshpana yo'q. Katta bir boshpana vazifasini kitoblar o'taydi-da. Bugun biz bolalarimizni qalblarini yo'qotib qo'yapmiz. Mamlakatda kitobxonlik darajasi, kitobga bo'lgan e'tibor, ma'naviyatga bo'lgan e'tibor, farzandlarimizni tafakkurini shakllantirishga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga chiqdi. Moddiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham biz katta-katta tadbirlar o'tkazyapmiz. Men o'zim O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi bo'lganim uchun o'sha ma'naviyat karvoni dasturi orqali eng chekka tumanlarga bordik ustozlar bilan. Bugungi kunda ma'rifat ulashib dasturi butun mamlakatda joriy qilindi. Katta-katta dargohlarga, institutlarga, universitetlarga, maktablarga boryapmiz. Farzandlarimiz bilan ustozlarimiz borib gaplashyapti, dillashyapti. Biz vaholanki bolaligimizda ustozlarimizni kitoblarini o'qiganmiz, lekin borib ular bilan so'zlashish uchun yillarni kutganmiz. Universitetga kirib, 3-kurs bo'lganimizda ustozlarimiz ishlagan dargohlarda oldiga borib qaytib ketgan paytlarimiz bo'lgan. Lekin bugun siyosat shu darajada ma'naviyatga juda katta e'tibor beryaptiki, mamlakat rahbarini o'zi boshida turibdi-da, bilasizmi? Va yana bitta narsani men uzr so'rayman, o'rni kelganda aytib o'tishni istayman. Qalbida, hayotida, muammosi, ruhida muammosi bor odamlar ko'p psixologlarga boradi-da. Men aytamanki, biz bolaligimizda kitob o'qirdik. Mana O'tkir Hoshimovlarning kitobini, Odil Yoqumovning kitoblari bizga juda katta psixologiya darajasini o'tagan. Bilasizmi? Adabiyotda o'zi juda katta psixologiya aslida. Bugun mana shu narsani yoshlarning ongiga, talabalarning ongiga singdirish kerak. O'sha ma'rifat ulashib dasturida men katta-katta universitetlarda talabalardan so'rayman-da, Qo'chqor aka. Bugun adabiyotni darg'alardan siz kimni taniysiz deyman. Ming afsuslar bo'lsinki, hatto Abdulla Oripovni bilmaydi. Hatto Erkin Vohidovni bilmaydi.
Bu fojia, bilasizmi, yig'lab chiqib ketgan paytlarim bo'ldi institutdan. Dahshat bu, dahshat. Man o'qituvchilarga aytaman-da, nahotki biz bolaligimizda otam aytardi, mana shu masalan bugun fanda, adabiyotda, ma'naviyatda, madaniyatda biz o'sha davrni darg'alarini tanirdik. Intilganmiz. Bilasizmi, bugun yana bitta narsa urfga kirdiki, qanaqa boy bo'lish kerak degan kitoblar ustoz ko'p chiqyapti-da, nashriyotlar shuni trendga chiqdi desam ham xato bo'lmaydi. Lekin nimaga biz farzandlarimizga sen ma'naviy boy bo'lsang, dunyo seni oyog'ing tagida degan narsani singdira olmaymiz. Kerak bo'lsa nashriyotlarga ham taqiq qo'yish kerak. Bugun masalan meni uyimga kelgan talabalar kutubxonamdan o'shanaqa kitoblar kimlardir sovg'a qilgan, shularni olib ketyapti. Bilasizmi, bugun bu juda katta muammo. Sizni bergan savolingiz, O'zbekistonda kitobxonlik darajasi qay darajada? Bunday qarasangiz juda zo'r deb ayta olishimiz mumkin. Qaysidir raqamlarga qarab, qaysidir tadbirlarga qarab, lekin ichimizga bundoq qaraylik, ichimizga savol beraylik. Hurmatli ustozlar, hurmatli, bu hamma mas'ul. Bog'chadagi tarbiyachidan tortib uydagi ota-onagacha mas'ul. Chunki bizni oldimizda kelajak turibdi-da. Millatni asrab qolish uchun bu juda muhim. Qush uyasida ko'rganini qiladi dedik, oiladan boshlash kerak dedik. Bir avlodni shakllantirish, yetishtirish uchun kamida 20 yil vaqt ketadi-da. Bolalarimiz balog'at yoshlari yetgunga qadar qanday ruhdagi, qanday mavzudagi asarlarni qancha muddatda, qancha vaqtda o'qishlari kerak? Hamma ustozlarimiz aytayapti. Ertaklar, dostonlar. Yoshga qarab belgilasak bo'ladimi? Xalq og'zaki ijodini o'zi juda katta maktab. Bizda bu juda katta baza bor. Nega alla aytiladi mana masalan bolalarga? U ong ostiga kiradi-da. Jomiyning gaplari bor. Quloqdan yurakka kirmasa garm nur, sichqon kavagidan ne farqi bo'lur deydi. Shu tug'ilgandan quloqqa quyilgan allalar. Undan keyin mana hozir aytganlariga o'xshab xalqni dono pedagogikasi bor. Bizda bolalar folklori bor. Bolalar og'zaki ijodi, xalq uni yaratib qo'ygan. 1 yoshli bolaga 2, 3, 4 har bir bolani yoshiga qarab qanaqa she'rlar aytish kerak, qanaqa erkalamalar aytish kerak, ovutmachoqlar aytish kerak, sanamalar aytish kerak. Uni turlari, janrlari bor hattoda. Bu ilm, bu katta ilm. O'sha yoshiga qarab, nega bizdan beroniylar, ibn Sinolar o'zidan o'zi chiqmagan? Ota bobolarimiz, momolarimiz allalar aytib, ertaklar aytib, hozirgi aytgan bolalar haligi folklorini, ularni tarbiyalab borgan. Bu katta ilm. Qaysi yoshli bolalar, avvalo bolalar yosh jihatdan bo'linadi. Masalan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar, 5 dan 7 yoshgacha, 7 dan 10 gacha, ularning har birini yosh xususiyatlari psixologiyasidan kelib chiqib kitoblar bor. Uni ustozlar endi tavsiya qilib boradi. O'sha har bir o'sha maktablarda ustozlar tavsiya qilish kerak. Yoshiga mos, psixologiyasiga mos, ularning hatto leksikoni bor, til boyligini hisobga olish kerak. Unga mos bizda kitoblar, adabiyotlar bor. Lekin ularni boya aytganimizdek ota-onalar topib borib, uni bolalariga xuddi oziq-ovqatni olib borib yedirganga o'xshab bu ma'naviy oziqni ham ularni yetkazib berish kerak. Yechimi haqida o'ylashimiz kerak-da. Yechimi shunday bo'lishi kerakki, kerak bo'lsa bog'chalarga qandaydir bir tashkiliy guruh tashkil qilish kerak. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Ma'naviyat kengashi tomonidan ustozlarni mana Dilshod akalar bolalar yozuvchisi bog'chalarda qaysi ertakni o'qitish kerak? Qaysi topishmoq, qaysi bolalar o'yinini o'ynatish kerak? Bizga farzandlarimiz, bizni millatimizning kelajagi zarur ekan. Bog'chadan boshlab turib, o'sha kerak bo'lsa bog'chopani o'zini imtihon qilish kerak. Bog'chopani o'rgatuvchini o'zi kim o'zi u? Uni darajasi qanaqa? Bunga nihoyatda jiddiy yondashish kerak. Buni yechimini ko'rib, dastur qilib va o'shani bosqichma-bosqich o'rgatish kerak. Biriktirish kerak. Ibn Sino haqidagi bir rivoyat bor. Chaqaloqni 9 kunlik chaqaloqni olib kelib tarbiyani qachon boshlaydi? 9 kunga kechikibsiz degan. Biz 18-19 yilga kechikyapmiz. Siz aytgan narsa o'sha kitobxonlikka o'rgatish, kitobni targ'ib qilish, kitobni tushuntirib borish bog'chadan boshlangandan keyin uni maktab davom ettirish kerak. Maktabdan keyin kollej, litseylar. Oqibat bilan kurashyapmiz-da, oqibat bilan. Sababdan kelish kerak-da. Shu joyda bitta narsaga e'tibor beringlar. Oltin zanjir bor. Maktabgacha tarbiya, maktab tarbiyasi, kollej, litsey, oliy ta'lim tur talasiga ham dastur qo'llariga, hamma ustozlarning qo'llariga berib qo'yilgan. Masala uni bajartirishda. Biz hozir
esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Aniq fanlar davlat jamiyat rivojiga katta hissa qo'shishi mumkin, lekin adabiyot haqiqiy vatanparvarlarni, fidoyilarni voyaga yetkazadi. Bunda birinchi o'rinda biz doim aytamiz, hurmatli ayollarimiz, onaxonlarimiz, opa-singillarimiz bizni ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Ayollari tarbiyali xalq tarbiyali bolalarni voyaga yetkazadi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, millatning eng birinchi tarbiyachilari onalar bo'ladi. Hamma narsa onalarning uyda o'rgatgan. Hozir aytdim 4 ta oltin zanjir. 4 ta oltin zanjir davlat o'zini ta'lim sohasidagi hamma vazifasini imkon qadar bajarayotganini ko'rib turibmiz. Endi gap ko'proq ota-onalarda, ko'proq azizlarim onalarda bo'ladi. Onalar qancha bolani shu adabiyotga, yaxshilikka, ezgulikka olib kirsa, bola shuncha kuchli shaxs bo'lib yetishadi. Shu o'rinda yana bitta narsani alohida aytmog'im kerak. Boya Zuhra opam aytdilar, nashr masalalarida ustoz siz e'tibor berasizmi? Eng zo'r, misol uchun oddiygina hozir Mansur Jumayev degan bir ajoyib shoirni 1000 ta kitoblar chiqdi. Shundan 5000 ta chiqsa, shundan 10000 ta chiqsa, odamlar qancha chiroyli satrlarni o'qiydi. Qancha odamlar yaxshilikka, ezgulikka yaqinlashadi. Nashr masalalari o'sha so'zini o'zi o'qib, o'zi qo'rqib ketadigan adabiyotshunoslar, yozuvchilar, shoirlar ko'pda o'zi xohlagancha o'zini shaxsiy puli bilan, shaxsiy nimasi bilan chiqarib oladi. Chiqarib olgandan keyin u boyagi chala narsani ham odamlar o'qiydi. Unday emas. Biz hozir maktab dasturida Alisher Navoiyni ham o'qitadi, Boburni ham o'qitadi, Zavqiyni ham o'qitadi, Gulxaniyni ham o'qitadi, hammani o'qitadi. O'sha narsa bolalarda esida qolgan. Qolgan narsa yo'q. O'sha g'urbatda g'arib, shodmon bo'lmas emish yoki bo'lmasam Boburdan mehr ko'p ko'rgizdim, ammo o'shandan keyingi ta'limni, o'shandan keyingi adabiy ta'limni o'qitadiganlar, tarbiyalangan, tarbiyachini o'zi tarbiyalangan bo'lish kerak. O'qituvchini o'zi o'qigan bo'lish kerak. Savod beradigan odamni o'zi savodxon bo'lish kerak. Ana o'shanday birinchidan onalarni, otalarni kuchli faolligi kerak bizga. Keyin o'sha adabiyot fanini o'qitadigan, vatanparvarlikka o'qitadigan adabiyot o'qituvchilari kuchli bo'lish kerak. Balkim bu meni tashabbusim, meni tavsiyam, ustoz balkim adabiyot o'qituvchilarini ishini yana ham kuchaytirish uchun, mohiyatiga, adabiyotni mohiyatiga ko'proq bolalarni yaqinlashtirish uchun chiroyli bir rag'batlantirish formalarini o'ylab ko'rish kerakmikin. Har qanday holatda ham ko'p kitob o'qimasin bola, samarali kitob o'qisin, o'qiydigan savodxon kitobni o'qisin. Hozirgi loqaydlik bizni jamiyatimizda 10 yildan keyin, 20 yildan keyin bu fojiaga aylanadi. Milliy ruh, milliy qadriyat, milliy ma'naviyat degan narsani bolalardan yo'qotib qo'yamiz. Albatta, hurmatli ustozlar, savolning ham aynan mohiyati shunday edi. Balog'at yoshiga yetgunga qadar farzandlarimiz qanday ruhdagi, qanday mavzudagi asarlarni qancha muddatda o'qish kerak? Mana yurtdoshlarimiz orasida o'zim o'qimadim, lekin farzandim o'qisin deb bor budini, hamma narsasini sharoitini yaratib berayotgan yurtdoshlarimiz yo'q emas, juda ko'p. Har qadamda uchratamiz unaqa yurtdoshlarimizni. Faqat farzandiga qanday adabiyotni olib bera olmayotganlari bor. Tavsiya beraylik, qo'llama beraylik. Necha yoshda yigitlar, qizlar qanday asarlarni, qanday kitoblarni o'qishi kerak? Masalan, 10 yoshli yigitga o'tgan kunlar romanni berib qo'ya olmaymiz uni qo'liga. Yo bersak bo'ladimi? Mana qarang, hozirgi kitoblarda, sizning gapingizga, ba'zi nashriyotlarda ko'proq 5+, 7+, 10+ degan nimalar bilan chiqyapti-da. Ana o'sha xuddi siz aytgan yosh xususiyatini belgilaydi. Demak, 7+ bo'lsa, shu 7 yosh va kattalar, kattalar. Xuddi shunga o'xshagan, buni aytaman, bu har bir masalan belgilanganda bor, belgilangan bor. Hozir uni bitta ikkita aytgan bilan bo'lmaydi. Masalan, 4 yoshgacha bola, 7 yoshgacha tasniflangan yoshlari bor. Shunga mos kitoblar bo'lishi kerak. Marhamat ustoz. O'zimizda azaldan hamma oilalarimizda ertaklar aytilgan, buvilar, bobolar ertaklar aytishgan, otalar, onalar ertaklar aytishgan. Biz mana 53-yilda tug'ilganman. Bizning davrimizda 2 tomlik katta o'zbek xalq ertaklari bo'lardi. Deyarli hamma uyda bo'lardi, chiroyli rasmlar bilan. Nimada uylarda kitob ko'p bo'lardi. Hattoki o'sha uyda kitob bo'lmagan taqdirda ham og'ir sharoitlar bo'lgan o'tmishda. Mana paxta siyosati juda kuchli bo'lgan. Uylarda, uylarning o'rtasiga ko'raklarni uyib tashlab, ko'rak chuvib o'tirganlar bo'lgan. Lekin o'shalarning o'rtasida bitta otaxon o'tirib,
ertaklarini gapirib bergan, dostonlar o'qib bergan, alpomish dostonlarini o'qib bergan, boshqa dostonlarni o'qib bergan bolalarning yoshligidan o'sha zehniyati shakllangan. Endi maktablarda qanaqa kitoblarni o'qitish kerak deyapsiz, o'sha maktab kutubxonalari bo'lardi. Biz masalan yoshligimizda maktab kutubxonalaridan ham kitob olib o'qiganmiz. Tuman kutubxonasidan ham borib kitob o'qiganmiz va tumanlardagi katta kitob magazinlar bo'lardi, do'konlar bo'lardi-da. Borib mustaqil ravishda o'quvchi bo'lsak ham o'sha do'konlardan kitob sotib olib o'qiganmiz. Endi hozir ozgina real yondashishimiz kerak edi. Olib borib millionlab, minglab kitoblarni tarqatib kelinadi. Kutubxonalarga kitob ulashiladi. O kitobni olib borib tarqatib qo'ygan bilan, kutubxonaga joylashtirgan bilan uni o'qimasa uni foydasi tegmaydi. O'shani o'rganish kerak. Qani o'sha kutubxonaga borib tushgan kitobdan o'quvchilar qanday bahramand bo'lyapti? O'quvchilar olib o'qiyaptimi yo shunday turibdimi? O'sha maktabda ishlaydigan kutubxonachilarimiz ham kutubxonaga kiradigan bo'lsak, ularning saviyasi yuqori edi. O'zini kitobxonlik madaniyati bo'lardi. O'quvchiga qanaqa kitobni tavsiya qilishni bilardi. Yo senga bu kitob emas, mana bu kitobni tavsiya qilaman derdi. O'shaning tavsiyasi asosida kitobni olib o'qirdik. O'qib va vaqtida qaytarib yana boshqa kitobni olardik. Va G'ijduvon tumanida juda katta kitob do'koni bo'lardi. Juda katta kitob do'koni bo'lardi. Mana bu Bo'lar edi deyapsiz, hozir yo'q. Ha, Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniyni maqbarasini oldida juda katta kitob do'koni bo'lardi. O'shanda men 8-sinfdaligimda o'zim mustaqil borib adabiyot o'qituvchimni tavsiyasi bilan birinchi marta o'sha Abdulla Qahhorni yoshlar bilan suhbat kitobini sotib olganman. Hamsa talqinlari degan kitobni sotib olganman. Boshqa kitoblarni sotib olib o'qiganman. G'ijduvonning markazida hozir kitob magazini yo'q, kitob do'koni yo'q, unaqa katta kitob do'koni yo'q. O bozorning ichida bitta peshtaxtada bor kitob bo'ldi, shu bilan tamom. Bu o'sha oldingi davrga nisbatan teskari jarayon-ku. Alisher Navoiyning bir so'zi borki, Shah daryo va xalq erur anhor, ikkisining suyiga bir maza bor deydi. Shah daryo deyapti-da. Daryo deb endi Navoiy davrida Forsiy tilda, o'sha davrdagi Zullisonay tilida daryo deb dengizni aytgan. Podsho dengiz deydi. Va xalq anhor, o'sha dengizdan suv oladigan anhor xalq ommasi deydi. Shah daryo va xalq anhor, ikkisining suyiga bir maza bor. Ul chuchuk bo'lsa, bul chuchuk, ul achchiq bo'lsa, bul achchiq deydi. Ya'ni aytayaptiki, rahbarning ma'naviyati qanchalik baland bo'lsa, rahbar qanchalik o'qimishli bo'lsa, qanchalik donishmand, zukko bo'lsa, uni fuqarolar ham shunchalik o'qimishli, donishmand, zukko bo'ladi deyapti. Shuning uchun o'sha quyi bo'g'inlardagi, o'rta bo'g'inlardagi har bir rahbar, mahallani oqsoqollari ham, hattoki mahallani o'sha yettiligi, shular o'zi hammasi kitobxon bo'lishi kerak. Va har bitta mahallada kutubxona tashkil qilingan, lekin uni o'rganib chiqish kerak. Ayrim mahallalarda bor, ayrim mahallalarda yo'q. Shuni bizda kitobxonlikni tashkil qilish kerak, kitobni tarqatish kerak, lekin uni o'qilishini ham nazorat qilib borish kerak. Shu kitob o'qilyaptimi yo bir o'lik mulk sifatida borgan joyida chang bosib yotdimi? Qachonki o'sha kitobdagi bilim, kitobdagi ma'naviy xazina u kishini ongiga o'tadigan bo'lsa, ana o'shanda u moddiy kuchga ega bo'ladi. Bo'lmasa u muqovani ichida yotaveradi, chang bosib. Ha, yotaveradi. U o'sha butun kitoblar xazinasi o'sha mana 1000 nusxa nashr qilinadimi, 100 ming nusxami, insonni yuragiga, qalbiga, ongiga ko'chish kerak. Ana o'shanda u moddiy kuchga aylanib, yaratuvchilik qudratiga ega bo'ladi. Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar uchun 1000 kitob loyihasi yo'lga qo'yildi. Hujjatga binoan xorij tilidagi ilmiy, ommabop, badiiy asarlar o'zbek tiliga tarjima qilinishi kerak. Bu ishlar qanday jarayonda hozirgi paytda? Nechta kitob tarjima qilindi? Qanday ketyapti? Tarjima jarayoni ham qizg'in ketyapti-da. Tarjima juda ko'p kitoblar tarjima qilinyapti. Mana kecha ulug' tarjimon Ibrohim G'afurov bilan bir joyda juda katta uchrashuv bo'ldi. Shu odam mana 30 dan ortiq jahon miqyosidagi yirik asarlarni tarjima qilgan. Juda ko'p tarjimalar bo'lyapti va bu tarjimalar turli tarmoqlar orqali aylanyapti-da.
kitob holatda ham chiqyapti, ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Tarjima adabiyotini ko'paytirish bilan birgalikda eng sara namunalarini xalqimizga yetkazishimiz kerak. Eng yaxshi namunalarni shu odamlarning qo'liga, qalbiga yetib boradigan yo'lini topib ta'minlashimiz kerak bo'ladi-da. O'sha Ibrohim G'afurovni bir bundan ko'p 20 yillar oldin aytgan bir gap bor edi. Adabiyotni tarjimonlar yaratadi degan gap ham bor-da. O'sha haqiqiy dunyo miqyosidagi eng yaxshi asarlarni topib, millatimiz mentalitetiga, millatimiz ma'naviyatiga mos keladigan asarlarni topib, tarjima qilib xalqqa yetkazish bizning asosiy vazifalarimizdan bittasi. Hozir mana men kitob haqida gapiryapmiz loyihani. Hozir mana shu hammamiz o'tirib gaplashyapmiz-da. Bu mamlakatimizda aholini bu darajaga tushib qolganligini, kitobxonlik darajasi pastga tushib ketganligini sababi kimda ayblash mumkin degan savol tug'ilyapti-da. Men ko'p o'ylayman. Davlatnimi, hukumatnimi, boshqa nima deysanda. Bu yerda harakat qilinyapti. Yaxshi, mana bu Sayroxon aytdilar hozir eng yaxshi kitobxon tanlovlari yoki yuqori eng baland o'rin olganga avtomobil bilan taqdirlash, mana bekorga qilinayotgan yo'q. Adabiyot sohasida, ishbilarmonlik sohasida xorijiy davlatlarning eng ideal darajasidagi kitoblarni olib kelish. Uni qanday olib kelishni ustoz aytdi. Buni original holdan ko'ra mana shu millatimizga yaqin ruhda, toza holda tarjima qilib kelinglar deyapti-da. Endi bunaqa yengil emas. Men bitta narsa aytaman. Boshqa davlatlar bilan, esingi davlatlari bilan solishtiradigan bo'lsak, bizda juda katta davlat tomonidan kitobxonlikka e'tibor qaratilyapti. Men 30-xalqaro kitobxonlik yarmarkasida Belarusiyada turli davlatlardan yozuvchi shoirlar keldi, qatnashdim-da. Shuni Belaruslarning yozuvchilarning raisi Alis Karlikovichga, Rossiyaning yozuvchilar uyushmasi raisi bor Nikolay Volov. Unga gapirib berdim. Birma-bir qilinayotgan ishlarni. Bu qilinyapti bizga kitob bo'yicha. Mana bunaqa narsalar qilindi. Oxiri Adiblar xiyoboni, boshqa hamma narsani kitobxonlik haqidagi gaplarni hammasini gapirib berdim davlat tomonidan. Hali ikkalasi og'iz ochilib qoldi-da. U ichidagi gapni bildim men. Ular menga qaradi-da, og'iz ochilib, nima sababdan shunday ekan? Seni xalqing, millating o'tib ketmayapti. Kitobxon yuzimga qarab hayron qolib turibdi. Rostmi? Men aytdim, internetga kirgin dedim. Mana hozir bolalaringizga ayting dedim. Internetga kirib chiqish olmasang, O'zbekistonda kitobxonlik bo'yicha qilinayotgan bosqichma-bosqich ishlardi-da. Endi qarang, hatto Turkiya davlatlarida 100 tomligini chop qildik. Rossiyada rus adiblarini, chexovlarni eng saralarini, asarlarini O'zbekistonda nashriyat chop qildi. Endi bitta ish qilishimiz kerak ekanda, men o'yladim-da. Mana shu bog'chaga bolasini topshiradi hamma nevarasini. Shotir Ustoyevni yo'lbars terisini yopingan pahlavonni bilmaydigan gruzin demaydi. G'urur. U gruzin deb qo'shmaydi. Nodar Dumbazini boshqani hammasi. Bizni bog'chaga bolangiz olib boramiz. Bu bola alpomishni biladimi? Mayli, go'rliqni aytmasa bir boshqa bolalar o'yinlarini kiritilgan hikoyalar, she'rlar bordir. Dilshod Rajabning shu she'rini biladimi? Masalan-da endi aytaman. Yoki Anvar Obijonni biladimi? Bolani uyda o'qitmasak bo'lmaydi. O'zimiz kitob olib kirib o'qimasak bo'lmaydi. O'zbekistonda bir kunda kitob kuni qila olmadik-da biz. O'sha kun ertayu kech kitobni reklama qilsa deyman. Hamma saytlar bosh chiqarib. Qilishimiz kerak, taklifni. Chunki endi baribir mayli gap chiqadi, bu ham noto'g'ri gapiryapti efirda. Nima endi men bolam xohlasa o'qiydi, xohlamasa keyin ham o'qiyveradi. Axir u buni nabirasi meni nabiram. Ertaga shular bizni himoya qiladi. U bolani begonasi bo'lmaydi, to'g'rimi? Ayting. Millatning kelajagini milliy qadriyatni bilgan bolalar yaratadi. Milliy qadriyatni bilgan bolalar Navoiyni bilmasa, Boburni bilmasa, Bedilni bilmasa, Fuzuliyni bilmasa, Abdulla Qodiriyni, Abdulla Qahhorni bilmasa, ularni bilmog'i uchun biz ko'p gapiramiz. Mana televideniyada gapiramiz, gazetada chiqamiz, lekin oddiygina 1 soatlik kitobxonlik soati. Hozir Qo'chqor Norqobil bir yaxshi taklifni aytdilar. 1 kunlik kitobxonlik kuni bo'ladimi? Qanday bo'lsa ham biz bolalarni kitobga yaqinlashtirishimiz kerak. Ishonasizlarmi? Mana biz 7 yil mobaynida ustoz 8 mingga yaqin o'sha 10 yoshdan 14 yoshgacha, 15 yoshdan 19 yoshgacha, 20 yoshdan 30 yoshgacha yosh kitobxon tanlovini o'tkazamiz. 17 ta Spark berildi. 3 ta nima berildi? Cobalt mashinasi. Bu yil endi elektromobillar berish yo'lga qo'yiladi. Bu viloyat kesimida, tuman kesimida, universitet, maktab kesimida davom etadi. Lekin bu ozginagina bola.
kimdir Zibunisodan, kimdir Uvaysiydan, kimdir aytsa ko'zingiz yonib ketadi-da, xayolingizga bir narsa keladi. Bolam, ko'zing to'lachug', yonib turgan qorachug'. Sendan boshqa dardim yo'q, onang uchun o'qiysan. Ko'z yummaydi kelmasang, yorishmaydi kulmasang, bilib qo'ygin bilmasang, otang uchun o'qiysan. Ikki dunyo bir nafas, ikki dunyo bir nafas, xiyonat qilmasang bas, otang kabi muqaddas vatan uchun o'qiysan. Vatanni taqdirini, millatni taqdirini kuchli savodxon kadrlar hal qiladi va katta ilm ijod odamlari vatanga katta shuhrat, katta shon olib keladi. Vatan ham ularni unutgan yo'q. Hamma joyda ularga katta imkoniyatlar qilib beriladi. Biz maktabda o'qib yurgan paytimizda adabiyot o'qituvchilarimiz she'riy asarlarni ko'zda yosh bilan o'qib berardi. Shunaqa tinch, shunaqa o'tirib havas bilan qarab o'tirardik. Va har bir yoziladigan insho mavzusiga oid xristomatiyani bermasdi, tavsiya qilmasdi. Xristomatiyada qisqa berilgan asarni o'zini aytardi o'qishi. Shu asar haqidagi asarni o'qish aytardi-da, o'shalarni o'qib insho yozardik, bayonlar yozardik. Hozir bilmadim, men bu narsani bolalarim maktabda o'qib bitirgan, lekin ko'rmadim shu narsani. Insho yozma, og'zaki nutq yo'q bolalarimizda. Men o'zim talabalar bilan imlo xatolari ham to'la yotibdi. Ijtimoiy tarmoqqa kirib men yuragim og'rib ketadi. Maktab o'qituvchilarida juda katta gap. Ular o'zi kitobxon bo'lmasa, o'quvchilar ertaga 18-20 yoshga borganda siz aytgandek bitta yozuvchini ismini aytmasdan, bitta asari ayta olmasdan ketadi. Keyin boya tarjima masalasida men aytmoqchi edim. Bizning fundamental kutubxonada 20-asrda boshidan to shu kungacha rus adabiyoti o'zbek tilida deb bibliografik qo'llanma tayyorladik. Nashrga tayyorlayapmiz hozirgi paytda. Endi o'zimiz kitobxon sifatida, misol uchun 20-asrda Oybek, Abdulla Qahhor, Mir Temur bularni tarjimalarini rus adabiyotidan tarjimalarini o'qib maza qilganmizda, uni xuddi go'yo Abdulla Qahhor yozgandek, go'yo Mir Temur o'zi yozgandek. Hozir unaqa tarjimalar yo'q-da. Maza qilib o'qiydigan tarjima asarlarni o'zi yo'q. Mana shu tarjimaga to'xtalmoqchi edimda, ustoz. Sayozlashib ketyapti. Tarjimaga to'xtalmoqchi edim. Hozirgi paytda jahon adabiyoti eng ko'p o'qilayotgan asarlar tarjima qilinyapti. Savdo do'konlarida, kitob do'konlarida ko'p ko'ryapmiz tarjima asarlarini, lekin asarni o'qisangiz, u tarjimada o'zbek xalq maqollariga duch kelasiz. Juda ko'p qo'llaniladi. Men hayron qolaman. Baribir har bir davlatni, har bir millatni o'zini udumlaridan, qadriyatdan kelib chiqqan holda yozilgan, aytilgan maqollari bor-ku. Biz u asarlarni o'qiymizda, go'yoki u yerdagi joylar xorijniki, ismlar xorijniki, lekin asarning mohiyati, udumlari, qadriyatlari, maqollar, so'zlar o'zimiznikida. Unda jahon adabiyotini o'qishimizdan nima naf? To'g'ridan to'g'ri tarjima qilib o'zlarining maqolini qo'llasak bo'lmaydimi? Mana shunday asarlar badiiy kengashdan o'tadimi yoki atayin o'zimizni o'zbek xalq maqollari, iboralar, jumlalar qo'llanilib tarjima qilinadimi? Qanday bo'ladi bu jarayonlar? Endi o'sha millatni bilish kerak-da, tarjima qilinyapti-ku. Ba'zi yurtdoshlarimiz bilan suhbat qilganimizda, qarang, ba'zi yurtdoshlarimiz suhbat qilganimizda, men tarjima qilingan o'zbek tilidagi asarni o'qimayman deydi. Nega desangiz, xuddi shunday aytadi-da, o'zimizning maqollar qo'llanilgan, o'zimizni mentalitetga moslashtirilgan. Yaxshisi men o'zini tilida yozilganini o'qishni ma'qul ko'raman deydi. Agar ingliz tilini yaxshi bilsam deydi, ingliz tilida yozilganini o'qiyman men. Shunda men o'zim xohlagan narsani ola olaman shu asardan deydi-da. Inglizlarni, ruslarni ayrim asarlarini tarjima qilayotganda o'sha bizning iboralarimizni, frazeologik iboralar deydi, bizni maqollarimizni o'rnini bosadigan bo'lsa qo'llaymiz, maqollarni qo'llash kerak. Lekin ustoz aytganday me'yorida joyini top. Hozir opam aytdilar, mana hozir Chexovni o'qiysizmi? O'sha 50-yildan 80-yillargacha qilingan tarjimalari 3 tomlik. Kechagina men Chexovni Agafiyasini tarjima qilgan ekan. Rasputinni omon bo'lsang unutma asarini tarjima qilgan ekan. O'sha men asarni o'qiyapman-da, Sami Ibrohim adashmasam. Asarni o'qiyapman, uni so'zlari, uni gapini o'qiyman-da. Shu darajada mukammal qilinganki, bu yozuvchiga ham o'qiyotgan kitobxonga ham foyda beradi. Lekin siz aytayotgan masalada bitta narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bugun o'zi Sayroxon to'g'ri ta'kidlayapti. Bizda tarjimonlar maktabi, tarjimonlarni bir boshi qovushgan bir joyda bular
bularni bir uyushmaga o'xshagan yoki uyushmani qoshida tarjimonlarni bir qilayotgan ishlari o'zlari bir ko'rishib kelishib qilinadimi, qanday qilinadi? Bu bir. Ikkinchidan biz bilamiz Nizom Komilov sayratib borar edi. Ibrohim G'ofurov mana umrlari uzoq bo'lsin. Shu yana bir 4-5 ta Asl Rashidov, Chingiz Aytmatovni qanday yoki bor bir 10 ta 15 ta. Lekin keyingi tarjimonlar hazillashib bo'lmaydigan darajada endi bu Ozodaxon ham aytdiki, kutubxonamda ko'rayotgan kitoblarimni, yengil-yelpilarini talabalar olib ketmoqchi dedi-ku. O'shalarda hozir ishonavering, Google'ga qo'yyapti-da, tapir-tupur qilib ozgina bir ishlov berib beryapti. Tarjima ijod u. Tarjima qilayotganda uni millatni yozuvchini ruhiga kirish kerak. Yozuvchini Remarkni ruhiga kirmasang qila olmaysan uni. Qo'qorni ruhiga kirmasa ruslar qila olmaydi. Endi bizda nima bo'layapti? Shart o'girilyapti. U badiiy adabiyotga kirmaydi u. Tushungan o'quvchi, yozuvchi yoki kitobni o'qiyotganda boshini urib olaveradi, yiqilib ketaveradi so'zga. Endi aytmayman, otini bitta roman o'qidim, bitta abzasda bo'ldi so'zi 3 marta 4 marta kelganda. 3 marta 4 marta bo'ldi so'zini. Yana boshqa so'zlarni ham. Endi o'sha yozuvchini ham nomini aytmayman. O yozuvchini ham xarob tashlabdi-da. Dunyo taniydigan yozuvchini siz aytganingizdek o'zbekka shunday tanishtiryapti. Kitobxon tomonidan munosabat o'zgaradi yozuvchiga. Men uni tushunaman. Mana shu yerdagi odamlar tushunadi. Ha, tarjima bo'lmabdi deb siz to'g'ri aytyapsiz. Originalni o'qiy qolay deysiz. Lekin bundan kelayotgan biz kitob o'qi deb turgan bolalar, dunyo adabiyotini o'qi deb boshida yong'oq chaqib tursak-ku, unga bo'sh asarni olib borib bersak, uni so'z boyligi ham shunday bo'ladi. Ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro hamkorlik, masalan, teleseriallar, telenovellalar ishlash bo'yicha qanday ishlar amalga oshiryapmiz? Mana masalan, Shaytanat asarini oladigan bo'lsak, teleserial olindi, Shaytanat. Mana shu serial orqali ham Tohir Malikning boshqa asarlariga murojaat qiluvchi yurtdoshlarimiz soni ortdi. Va asarni o'qiganlarning ham soni ortdi serial orqali. Serialda mana shunday bo'lib, demak men asarni o'qishim kerak degan yurtdoshlarning soni ko'paydi. Bizda atoqli adiblarimiz juda ham ko'p va ular yozgan asarlar aytganda jahon adabiyotidagi eng durdona asarlardan qolishmaydi. Nega biz mana shu asarlarni saralab, mana shunday seriallar, novellalar olmaymiz? Nega asarlarga murojaat qilmayapmiz? Yo, murojaat qilinyaptimi, olinyaptimi seriallar? Asarlarga keng yo'l ochib berilganda televideniyada. Oldin mana hozir agar qayta ba'zan namoyish qilinadi, eng yaxshi milliy teleseriallarimiz o'sha Alisher Navoiy haqidagi, Zahiriddin Muhammad Bobur haqidagi teleseriallar bo'lganda, xalqni tarbiyalaydigan, xalqqa katta ma'naviy oziq beradigan seriallarni yaratish kerak. Bular yengil-yelpi, mavzusi ham nihoyatda mavzu doirasi tor. Yo bir-biridan rashk qilish, ajrashish, uylanish, xiyonat, husumat, mana shu mavzudan chiqib keta olmayapti-da. Bu tarbiya, xalqni tarbiyalash, xalqni ma'rifatli qilish o'rniga xalqning tarbiyasini buzyapti bular. Oddiy odamlar ulardan bunaqa seriallardan yomon narsalarni o'rganadi. Va o'shandan haligi ibrat oladi, taqlid qiladi. Bunaqa yengil-yelpi seriallardan voz kechib, puxta, yaxshi seriallar ishlashga imkoniyat axtarish kerak. Bilasizmi, mana didi o'lib ketyapti-da. O'sha xalqni, olomonni didi maishiy temalarga moslashib qoldi. Siz aytgan Shaytanatni yoki Ko'ngil ko'chalarini kim olgan? Rejissyorga juda ko'p narsa bog'liq. Asarni rejissyor tanlaydi. Bugun yaxshi yozuvchilarimiz, yaxshi asarlar yozilyapti, lekin o'shani kino qiladigan, novella qiladigan rejissyorlar qo'l ura olish kerak, jur'at kerak. Bilasiz, men yoki mablag' jihatidanmi, yoki hafsalasi yo'qmi, men buni bilmayman. Rejissyorlarimizni ayblashdan yiroqman. Lekin agar rejissyorda talab bo'ladigan bo'lsa, asarlar bor. Asarlar ko'p, ssenarist, kuchli rejissyor kuchli ssenaristga murojaat qilgandan ko'ra o'zi yengil-yelpi yozib qo'ya qoladi. Yengil-yelpi yozgani biz san'at asari bilan xalqni tarbiyalashimiz kerak degan narsa bo'lmaydi-da. Hozir ustoz aytganlaridek, uni teskarisi bo'ladi. Didi, badiiy estetik didi past saviyasi, past asar saviyasi past tomoshabin ko'paytiradi. Bundan ma'naviyat yutkazadi xolos. Hattoki kechirasizlar-ku, hattoki o'sha ssenariy yozilmas ekan ayrim seriallarda. Nimani aktyor, aktrisani chaqirib, sen mana bunaqa odamning obrazini yaratib berishing kerak.
mana bunday hodisani tasvirlab berishing kerak deyilar ekanda, unga u o'zi bilganicha, o'zi tasavvur qilganicha o'shani yaratib berar ekan. Bu umuman bu xalqqa, millatga, ijodga, davlatga xiyonat-ku. Bunaqa yo'l tutish. Mablag'ni iqtisod qilish uchun ssenariy yozilmaydi, yo bo'lmasa ssenariyni, chala ssenariyni o'zlari yozadi, o'zlari rolda, yana o'zlari qolgan tashkilotchilik masalalarini bajaradi. Unda tomoshabin nima oladi, ustoz? Hech narsa olmaydi. Albatta, adabiyot, san'at millat hayoti, millat jamiyat kelajagi uchun eng muhim va kerakli bo'lgan sohalardan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham ota-bobolarimiz beshikdan to qabrgacha ilm izladi, bejiz aytmagan. Albatta, hozirdanoq barchamiz bobolarimiz, nabiralar uchun, otalarimiz, onalarimiz o'z farzandlari uchun yoshiga yarasha aytilgan deb ustozlarimiz aytib o'tdilar. Har bir kitob do'konlarida yosh chegarasi belgilangan adabiyotlar mavjud. Bugunoq hozirdanoq imkoningiz bor, kitoblarni olib bering va o'ylaymizki, kitob o'qigan farzandlarning kelajagi porloq bo'ladi, yurtga, millatga, davlatga naf tegadigan o'g'lon, qizlar bo'lib yetishadilar. Barchangizga rahmat. Qadrli do'stlar, shu bilan dasturimizga ham yakun yasaymiz. Keyingi dasturlarimizga, keyingi ko'rsatuvlarimizga qadar salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.